Oila uchun qachon vaqt ajratishim kerak? Biznes uchun qachon va qancha vaqt ajratishim kerak? Taqdir taqozosi bilan bizneslarimiz har xil davlatda bo'lib qoldi. O'zim O'zbekistonlikman. Logistika va qurilish bo'yicha bizneslarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida, uy tekstilni ishlab chiqarish bo'yicha zavodimiz Xitoyda, o'zim esa Buyuk Britaniyada istiqomat qilaman. Endi siz tasavvur qilib ko'ring. Oila uchun qachon vaqt ajratishim kerak? Biznes uchun qachon va qancha vaqt ajratishim kerak? Menga aynan shu borada o'zimga ustoz kerak. Chunki haqiqatda qiynalaman. Bolalarimni kam ko'raman. Bir Xitoyga boradigan bo'lsam, u yerda qolib ketaman. U yerdagi operatsion jarayonlar, vaholanki operatsiyonkadan chiqib bo'lgan inson deb o'ylayman o'zimni, lekin borishim bilanoq operatsiyonkaga kirishib ketaman to'liq. Shuning uchun hamki Xitoyga kamdan kam borishga harakat qilaman. Vaholanki 2016-yil, 2017-18-yillarda juda ko'p Xitoyga borardim va juda ko'p muddatda qolib ketardim.